Savol. Assalomu alaykum ustoz. Birinchi. Bugun ma'lum bir to'pda kunlikka zakaz berish jarayonida Hasan Husan rangli kunlikning kepi bo'lib, uni sotib olmaslik va bu xil Hasan Husan rangning boshqa bir simvollik ma'nosi borligi to'g'riliq gap bo'lgan edi. Shunga sizdan so'rab to'g'risini bilib olay degan. Agar bo'lmay qolsa, har qanday narsada Hasan Husan rang bo'lib qolsa, tarik etishimiz kerakmi? Ikkinchi, yana munguzlik atning rasmi hamda mushu 7 ranglik Hasan Husan o'xshash jinsliklarning to'y qilishni qo'llaydigan belgisi degandek bir qism odamning tinini shurkantiradigan xabarlarni ko'ramiz. Ustozning yordamida bu vaqtda tafsilli bilib olsak bo'pti ekan. Javob: Va alaykum assalom va rahmatulloh. Birinchi, dunyo hamjinsliklar va jins o'zgartganlar 6 ranglik Hasan Husanni o'ziga simvol qilgan. Odatda Hasan Husan 7 ranglik bo'ladi. Shunga farqi bor. Shundaqdimi uning simvolligini ko'zda tutmay Hasan Husan deb qarab ishlasa bo'ladi. Masalan, qizil rangni kommunistlar simvol qilsa, boshqalar qizil ranglik narsa ishlatilmas bo'lib qolmaydi. Bu vaqtda biror ulamoning dalillik fatvosini uchratmadim. Uningdan boshqa bu xil to'pqa xos belgi, ishora va simvollik narsalar bo'lsa ishlatmaslik va diqqat qilgan tuzlik albatta. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh.